Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni 8-marta o'zgarish mahallasiga qo'ydik. Razmerimiz 3,5-3,70. Qora merjavenka qo'yganmiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Har doimgidek 1 lis 6.2/1. Taylar shveylar. Ochilib yopilishlari. Chiroyli bo'ldi. Ichki taraflari ko'rsangiz bo'ladi. Tepasiga lazer lis qo'ydik. Shu taylar har doimgidek shveylar 8/8. Kimga shunaqa sifatli ikkita narxlarda darvoza kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilib olasiz. Biz xizmatingizdamiz. Tez orada mana shu konkursga mana shunaqa darvozadan bitta chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bepul obunachimizga obuna bo'lib, shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Kommentariyani ayamaymiz. Do'stlar, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Mana shu nomerlarda telefon qilasizlar. Ko'rib baho beringizlar darvozaga.